Menga qara. Senga ertaga kechki soat 8 gacha vaqt. Men aytgan lokatsiyada mol bilan tayyor turgin. Boshimni og'ritib militsiya qilib yurmagin, xo'p? Yaxshisi molni topshirganda qizni olib ket. Tushunarlimi? Senga Telegramdan lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Qattan oldalaring. Bu yog'i bilan ishingiz bo'lmasin. Tekshir. Yaxshi ko'rasanmi? Nima edi? Men bunaqa ishlarga qizlarni aralashtiradigan pastkash emasman. Lekin nima qilay, meni ham molim. Toza. Aniqmi? Ha. Yaxshi. Bolalar sizlar va'dalarda turdinglar. Men ham va'dada turaman. Lekin bunaqa ishlarga boshqa aralashmanglar. Oxiri yaxshilik bilan tugaydi. Bo'pti. Yaxshimisan? Sen yaxshi nima qilishmadimi? Bolalar, hammasi plan bo'yichami? O'xshasa ha. Yuringlar bu yerdan ketaylik. Aniq yaxshimisan? Nodir yo'q. Yurlaring. Sayxda bo'lib o'tirib tur, xo'pmi? Eshikni ichimga ochma. Eshikni ichimga ochma, xo'pmi? Davomi qiziqmi? Unda hoziroq yopiq Telegram kanalimizda barcha qismlarni tomosha qiling. Kanal havolasini sahifa boshidan topasiz. Obuna narxini eslatib o'tamiz. 10 ming so'm to'lov qilasiz va barcha qismlarni, ya'ni 17 ta qismni tomosha qilasiz. Sizlarni yopiq Telegram kanalimizda kutib qolamiz. Sen jinnimisan? Menga dori kerak. Tez topib ber. Ha, dorimidi. Mendan so'ra olishga keldingmi deb o'ylab qolma. Topasan hozir. Hozirmanda yo'q. Bir ikkita joylarni aytaman, o'shdan olib chiqasan. Men hamma ayb o'zimda. Noto'g'ri yo'lni tanladim. Agar men ham do'stlarimdek halol ishni tanlaganimda baxtli yashayotgan bo'lar edim. Do'stlarim bilan birga yaxshi kayfiyatda. Deddumdan qochguncha maqsadlarim boshqacha edi. Orzularim ko'p edi. Lekin birgina xatoyim meni shu yergacha olib keldi. Yashagim kelyapti. Yashagim.